G'ulom alaykum, salom aka. Omonmisiz? Siz yaxshimisiz? Tushunmadim, nima dedi? Endi bu yigitimizga e'tibor qilmang. O'zi bitta kamchiligi bor. Harflarni almashtirib turadi ba'zida. Hozir unda nima dedi? Assalomu alaykum G'ulom aka dedi. Zohidjon, shuning uchun bu amakingizga tushuntirib qo'ying. It egasini ko'rganda nima qiladi? Nima qilardi? Qimini dumillatadi. Dumini qimirlatadi demoqchi. Bugun konsert bormi deyman, ha? Hada. Bu masala men yaxshi ko'rgan qo'shiqni ham aytasizlarmi? Qaysi qo'shiq edi? Haligi Sanor Anayevning bitta qo'shig'i borki, juda yaxshi ko'raman-da shu. Shunaqa ham ashlasham bormi? Ha, Anvar Sanayev deyapti-da. Ha, hali terilaringni qo'shib qayerdalar yor yoshligimdan eshitaman shu qo'shiqni. Tushundingizmi? Ha, buni tushundim. Ohangidan tushundim. Ohanga o'xshadi, ha? Mayli bo'lmasa, biz kirib tayyorgarlik ko'raylik bo'lmasa. Unda men ham kiraman konsert ilaga. Kechasi bilan pashsha taladimi bilmayman, hamma ham qisib uxlagandek bo'lmadim. Nazda qilib uxlash uchun kiraman konsert ilaga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz bugun savol javobimizni o'tkazamiz. Mana birinchi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. 1 daqiqa vaqtingizni olaman. Sizga savol bersam bo'ladimi? Vaqtim olyapti. Hey! Mana hozirgi yoshlarning ahvoli. Bitta savol bersang, vaqtim yo'q deb bahona qilib ketib qolishadi. Bular maktabda o'qishmayapti. Bular ijtimoiy tarmoqlarda faollikni ko'rsatishmoqda. Bular qachon kitob o'qib ilm olishadi? Bu ketishda baxtli kelajakni biz qanday quramiz? Yoshlar. Bermud uchburchagi Atlantika okeanida joylashgan. Qoyil. Nariroqqa borib, birontasiga telefon qilib javobni so'rab oldingizmi? Yo ijtimoiy tarmoqlardan bildingizmi? Ha, ijtimoiy tarmoqdan bilgansiz, ha? Bu yerda aqlliga o'xshab hammani savolga tutyapsiz. Biz ham savol bersak bo'ladimi? Kechirasiz. Bu yerda savolni men beraman. Mana bitta savol berib ko'ring-chi. Xaltali hayvonlar qasi deb qaysi materiyaga aytiladi? Mana hurmatli obunachilar, hozirgi yoshlarimizda ahvoli. Hayvonda ham xalta bo'ladimi? Yaxshi qiz. Siz menimcha bu bilim bilan instruksiyangiz kerak-a? Bilmadim, bunaqa bilim bilan kelajakda kim bo'lasiz? Kechirasiz, bunaqa savolni boshqa berib odamlarni chalg'itmang. Maylimi? Ha, shunaqami? Bo'lmasa boshqa savolga javob bering. Yorug'lik tezligi 1 soniyada qancha masofaga yetib boradi? Uzr yaxshi qiz. Mavzudan ancha chetga chiqib ketdik. Bizda aslida vazifamiz Bermud uchburchagi haqida edi. Kechirasiz, bizda vaqtimiz yo'q. Mashinangiz duppa-durust. Yo birorta biz bilmagan aybi bormi? Unda ayting. Aybi yo'q. Mashina tuppa-tuzuk mashina. O'zim ham yaxshi ko'raman mashinamni. Nima uchun sotyapsiz, tushunmadim. Yaxshi ko'rganimdan, achinganimdan sotyapman. Nimaga achinasiz? Mana bugun xotinim haydovchilik guvohnomasini oldi. O'shanga sotyapman. Gap bu yoqda deng. Unda bu mashinani o'zim olaman. Bu mashinani asrab, avaylash mening uchun sharafdir. Ana. Yasha. Xo'sh. Nima gaplar endi? Obunachilar ko'payib qoldimi? Hammasi yaxshi ketib turuvdi. Bir qiz kelib hamma yoqda rasvo qildi. Nima deydi u? Endi men sizga savol beraman deb menga yorug'lik tezligi nechaga teng deydimi? Xaltaliklar qit'asi qaysi materiya deydimi? Tabiiyki, sen buni bilmagansan. Axir biz faqat Bermud uchburchagiga tayyorgarlik ko'rgandik-ku. Shunga aytaman-da sizlarga. Kitob o'qinglar, ilmli bo'linglar deyman-da. Mana hech narsani bilmaysan. O'zi senlarni bir imtihon qilishim kerak. Imtihon? Ha? Hozir imtihon qilamiz-da. Xo'sh, qani menga aytchi. Portugaliyani poytaxti qayer? Portugaliyani poytaxti ana o qiz bizning ishxonada ishlaydigan qizmi?
Portugaliyani poytaxti Lissabon. To'g'ri? To'g'ri aytding. Xo'sh. Bo'lmasa, yana bitta savol beramiz. Eng katta okean qaysi bir okean? Eng katta okean yonidagi siz emasmi? Xo'sh. Buni hamma biladi. Eng katta okean bu Tinch okeani. To'g'ri? Xo'p, bo'lmasa oxirgi savolni beraman. Menga aytchi. Sherlar qayerda yashaydi? Sherlarmi? Telegramimizga xabar keldi. Ishim emasin. Savolga javob ber. Sherlar endi qayoqda ham yashardi? Hayvonot bog'ida yashaydi-da. Javobim to'g'rimi? Endi to'g'ri aytyapsan. Sherlar hayvonot bog'ida yashamasa, qayerda yashaydi? Axir qishli kuni haligi yemak topolmasdan, sovuqda, ochlikda qolib ketishi mumkin. Bo'pti. Boraver. Faqat obunachilarni ko'proq to'plagan. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Baloni ham bilmaydi. Yana blogermish. Shuncha kutdim. Qani yaxshi ko'rgan qo'shig'imda aytarmiding yo'qmi? Aytmadingiz. Hech bo'lmasa men bitta aytib bering, aka. Qoshlarini terib qayerdalar Siz noto'g'ri aytyapsiz-da. Mana eshiting, chalik. Terilaringni qo'shib qayerdalar yor. Qo'yinglar shu qo'shiqni. Yaxshi gaplashib o'tiraylik. Nimani gaplashamiz? Mana misol uchun kecha shunaqa shamol bo'ldi. Qimlar simirilib ketdi. Tushundingizmi? Sal tushunib qoldim. Simlar qimirlab ketdi deyapti-da. Ketidan shunaqa qalajuydi, bay. Ha. Hamon jala quydi lekin. Aytmoqchi bu siz Zokir Ochildiyev bilan yaxshi ekansiz. Nabiramni to'yiga aytmoqchi edik. Gaplashib bera olasizmi? Endi bilasizmi, o'rtaga tushgan odamni juda yoqtirmaydi. Mana, yaxshi nomerini beraman, o'z telefoningizga yozib oling-da mana. Ayting. Ana, yozib qo'yilgan, ana shundan ko'chirib olasiz. Soatimiz ham 15 kam o'rt bo'libdi-ku. Men borishim kerak. Qopni makkalashim kerak borib. Tarjimasi? Makkani qoplashim kerak deyapti. Dalasi bor, Makka ekan. Siz to'ylarni nima borasiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri boraman. To'ylarda adashmayman, yaxshi gapiraman. Nega? To'yda pul beradi-da. Yo'q. Ishonmayapman. 100 mingingiz bormi? Bering-da. Bu boshqa gap. Qarab turing. Xo'sh, soatimiz ham 15 kam to'r bo'pti. Men borishim kerak. Makkalarni qoplashim kerak. Salomat bo'linglar. Qopladi-ku, yo'q joydan 100 mingga tushirib ketdi. Nima qilay? Ishlam kallamay qoldi-da. Nima dedi? Kallam ishlamay qoldi demoqchisizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shundan suv sozga, san'at saroyiga. O'tiring, yo'lim aka olib ketaman. Hoppa. Alo. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Nima? Shoir kelar ekan?
Bo'pti. Taksida ketyapman. Ya. Kecha mashinani sotib yubordim-ku, G'ulom akaga. Taksida yuribman endi. Xo'sh. Ha. Shoir. Xo'p, nima qilish kerak ekan? Bo'pti. Xo'p. Shu yetmay turadi o'zi. Ha, nima gap, tinchlikmi? Ha, tinchlik ekanmi? Qanaqadir ishxonaga shoir kelarmish. U shoir odamlarni to'plab bir tadbir uchrashuv qilib berishim kerak ekan. U shoirlar to'lib ketgan hozir. Na she'rida mantiq bor, na ma'no bor. Kim ekan endi u Bekzod Hamro deydi? O'zi u shoir taniysizmi? Qattan taniyman, nima qizig'i bor qiziq. Shoir ko'p bo'lsa, qaysi birini taniysan bularni? Uni ustiga ana kibr bir bala bo'yicha, xavfsizligi bo'yicha yana tadbir qilish kerak. O'sha kerakmi menga? O'zi ish to'lib yotgan bo'lsa. Ha, yana biron joyda ishlaysizmi? Hech qanaqa qo'shimcha ishim yo'q, lekin o'zimda ham ishim bor-da. Mana bugun o'zimning gapi. Ertaga qaynisinglim to'y qilyapti. Ana hali sinfdoshlar bilan toqqa chiqish kerak. O'zim bundoq o'ylab qarasam, bu hafta umuman bo'sh vaqtim yo'q ekan. Uni ustiga yana kibr deydimi, pibr deydimi tushunmayman. Uni ham tadbirini qilishim kerak. O'zi kibr xavfsizlik nimaligini bilasizmi? Bilaman. Ya'ni maska taq deydi. Mana bu koronavirusga o'xshagan bir narsa bo'lsa kerak-da. Yana qo'lingni yaxshilab yuv deydi. Mana bunaqa yurishimiz kerak deydi. Yo'q, xato aytyapsiz. Kibr jinoyat bu aldov yo'li bilan turli gadjetlar orqali odamlarni pulini shilish, cho'chirish, shunaqa narsa bu. Endi bizlar bir katta odam bo'lsak, bir rahbar xodim bo'lsam, bunaqa narsani bog'chaga, maktabga borib aytinglar. Menga qarang, men o'shanaqa shularni aldovga tushadigan odamga o'xshaymanmi? Yo'q, unaqa emassiz, unaqa emassiz. Qancha bo'ldi? Yo'q, shu shart emas. Yo'q, taksichi emasman. Yo'q, qo'ying, uyat bo'ladi. Bu yo'limda olib keldim sizga, ishim bor edi bu yerda. Bu yerda bir tanishingiz ishlaydimi? Ha, tanishim. Rahbarni taniyman. Hozir yo'lda mashinada tanishdik. Yomon ham gapga usta bo'la ekansiz. Haligi shoirlarga o'xshaysiz. Rahmat. Qani odamlar yig'ilgan bo'lsa kiraveramiz bo'lmasa? Qanaqa odamlar? Odamlarni nima qilasiz? O'sha siz aytgan haligi 4 ta 5 ta bema'ni she'r yozgan Bekzod Hamro men bo'laman. Kechirasiz endi. Tanimaganim uchun yana bir bor kechiring. She'rlaringiz juda zo'r. She'rlaringizga maza qildim. Rahmat. Sizning she'rlaringizda hamma narsa bor. Hajm ham bor. Drama ham bor. Dard ham bor ekan. Rahmat. Men siz she'rlaringizni o'qiyotganingizda shu odamlarning ko'ziga qarab turdim. Shunaqa maza qilishdi. Hozir haligi siz bitta she'r o'qidingiz. Haligi hozirgina o'qidingiz-ku she'r. Haligi odamlarni sim bilan bundoq bir-biriga bog'lash, simlar haqidagi. O'sha she'ringizda yana bir bor iloji bo'lsa o'qib bersangiz. Hop. Shu men ozgina, Hop. Telefon ekrani titrab ketadi. Sehr bor Ulyorning barmoqlarida joy yo'q deb qo'rqaman bizning yurakka ishqning ijtimoiy tarmoqlarida. Simsiz telefonlar, simsiz aloqa qodirmi dunyoni ishqqa belashga? Simsiz ulash mumkin butun dunyoni, bir dunyo sim yetmas bizni ulashga. Voh, qoyil. Mana shu yer odamning yuragiga yetib boradi-da. Rahmat. Shu shoir, men buni o'zimga olib qo'yaman. Buni o'zim eshitib yuraman. Shu desangiz, men ham yashirincha qalam tebrataman. So'rashdingmi? Barakalla. Rahmat. Endi siz she'riyatni yaxshi tushunasiz. Shuni bir o'qib bersam. Mayli, qani. Sen sevganda men sevmadim. Gunoh bo'ldi. Men sevganda sen sevmading. Azob bo'ldi. O'rtamizda chin sevgi ham sarson bo'ldi. Sen boylarni tanlading,
Men seni shunda angladim. Bevafo, bevafo, bevafo. Hayotimizda bo'lganlarni yozganmizda endi. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Lekin yaxshi, yaxshi. Demak, kimnidir sevgansiz. Sevganmiz. Lekin u boshqasini tanlab ketgan. She'rimda aytganman. Sen boylikni tanlading, men seni shunda angladim deganman. Shunaqa. Bu nimaga bevafo deyapsiz? U ham sizni sevganmi? Yo'q. Unda nimaga bevafo bo'ladi? Aqd paymon qilmagan bo'lsa, nikohingizda bo'lmasa u. Axir u boylikni tanlab ketgan-ku. Ha, endi bu zamon talabi, boyroq yashaydigandir, to'qroq joyga tegaydigandir. Endi u tanlov o'zida sizga labz qilmagandan keyin xolaganiga tegib ketaveradi endi u. U sevmagan bo'lsa. Mana haligi hozirgi qo'shiqlarimiz, she'rlarimiz ham men sevsam sevmagan qizlar, meni tashlab boyga tegib ketgan kambag'al deb mensimagan degan narsalar ko'payib ketdi-da. Ha, endi nima qilsin endi u? Yuradimi ijara endi? To'g'ri, masalan, o'zimiz ham ijara yurganmiz, hozir ham obod emasmiz, lekin-chi, hozirgi zamon qizlarini ham to'g'ri tushunish kerak-da. Komfort sharoitda hamma narsasi bor, bir zo'r bir to'q sharoitda yashagingiz keladi, endi nima qilish kerak endi? Lekin baxt boylikda emas. Ha, to'g'ri. Mayli, to'g'ri. Xo'p, mayli shunaqa deylik. Unda sizga savol. Deylik, sanoqsiz pullaringiz bor. Shaxsiy yaxtangiz bor deylik. Xo'sh, dengiz bo'ylarida villalaringiz bor. Shvetsariyaning bir joylarida bir dala hovlilaringiz bor bu narsa. Siz qanday odam bo'lasiz shunda? Men eng baxtli odam bo'lgan bo'lardim. Uka. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Menmi? Ko'zoynaklar taqib olibsiz, aqlli odamga o'xshaysiz. Bir daqiqaga keling uka. Keling o'zingiz keling. Keling, mehmonim bo'ling. Endi yosh ekansiz. Men bitdim, mana ishchilarim o'tiribdi. Endi oldingizga bormayman-ku. Yoshim katta bo'lsa, kela qoling. Unisiga bir rahbar odam bo'lsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Uzrda endi. Men sizni tushunasiz deb o'ylayman. Nima ekan u? Mana hozir baq qarab tursam, telefonimga bir narsa keldi. Bu yerda yozib qo'yibdi. 100 million pul yutib olishingiz mumkin deb qo'yibdi. Mana ko'kni bossam bo'ldimi? Aka, to'g'risini aytaymi? Siz avvalo o'zingizni bosing. Buni bosmang. Bu kiber jinoyatchilarning tuzog'i. Yo'q-ey. Bor pulingizni ham yechib oladi, aka. Rahmat. Bo'lmasa hozir shuni bosib olmoqchi edim. Ogohlantirganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, aka. Odamlarni ich qorasi yomonda. Ko'rolmay turibdi-ya. Agar o'zingga shunaqa imkoniyat bo'lsa, darrov bosib bankka chopib ketarding-ku-ya. Tavba. Biladi mana shu odam. Lekin aytgisi kelmadi. Ich qoraya. O'zim topib olaman. Quyida choy boring aka. Shu bo'lmasa menga bitta odam aytdi. Aka, telefoningizdagi hamma pulingizni yechib oladi-da. Men ishonmayman-da. Xafa bo'lmangki, o'zi sizni ishlaysiz kallamaydi. Kalla ishlamayapti qoldi o'zi. Shu menga ozroq qarz berib turing. Jon deb qarz berardim aka. O'g'lim o'qishga kirgan. Ertaga o'qishga ketish kerak. Shungani biletga samolyot olishim kerak. Xafa bo'lmaysiz. Samolyotga bilet olasizmi? O'g'lingiz o'qishga kirdimi? Kelajakda kim bo'ladi? Kelajakda arxitektor bo'ladi. Baland quylar uradi. Uylar qurar ekan-da. O'shanda sizni gapingizga quloq solmay xato qilgan ekanman. Bor to'plagan mablag'imdan ayrildim. Sizlarga gapni foydasi bo'lmayapti-ku. Shuncha telekanallarda deyarli har kuni ogohlantiryapmiz. Hushyor bo'ling, e'tiborli bo'ling deb o'zingizga ham gapirdim. Qarang natijani. Hozir kim televizor ko'radi? Biz televizor ko'rmaymiz. Sizlar aqllisizlar. Sizlar televizor ko'rmaysizlar.
Lekin internetda yotib olib qaraysizlar. Kim zapal bo'ldi, kimning nima videosi chiqdi, kim qanaqa video qo'yyapti, yotib olib ko'rasizlar. Foydali ma'lumotni o'qimaysizlar. Mana qarang, xodimlaringizni chaqiring, xodimlaringizga hech bo'lmasa bir tushuncha berib ketaylik endi. Yaxshi. Hozir. Xo'sh, hurmatli xodimlar, o'zlaringizga ma'lum, hozirgi kunda kiber jinoyatchiligi juda rivojlanib ketdi. Natijada ko'p insonlar bu narsadan jabr chekyapti. Shu borada ichki ishlar xodimlari har bitta xodimlar bilan har bitta korxonalarga borib o'zlari suhbat uyushtiryapti va bu borada savodxonlikni oshirish uchun va sizlarga tushunchalarni berish uchun ichki ishlar xodimlari biz ham korxonamizga, biz ham ishxonamizga tashrif buyurgan. Marhamat, mamnuniyat bilan so'z navbatini sizga e'lon qilamiz. Xush kelibsiz. Mayli bo'lmasa. Siz qayoqqa? O'tirib eshitmaysizmi o'zingiz? Yo'q, bu borada meni tajribam katta. Shu ko'rmayin ham, kuymayin ham. Bilamiz. Tajribangiz ancha katta. Yaxshi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hushyor bo'linglar. Sizlarga qilinayotgan qo'ng'iroqlarga javob berayotganda, Telegram orqali kelayotgan fayllarni ochishda hushyor bo'lib, e'tiborli bo'lib, munosabatda bo'linglar. O'z mablag'inglarni eng avvalo o'zinglar himoyachisi hisoblanasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'rishamiz. Kecha bizning bir xodim kelib, sizning tashkilotingizda kiberxavfsizlik bo'yicha nazariy mashg'ulot o'tib ketdi. Shunday. Men bugun xodimlarni yig'sangiz zalga amaliy mashg'ulotni o'tab bermoqchi edim. Keyin menga ularni telefon raqamlarini ham bersangiz, bu amaliyot uchun kerak bo'ladi. Juda yaxshi bo'pti-da. Hozir hal qilamiz. Mana xodimlarimizning telefon raqamlari. Siz buni qarab turing, men hozir hammasini yig'ib zalga to'plab beraman, xo'pmi? Kutaman unda. Bo'l. Xo'sh, hurmatli xodimlar, kecha bizning rahbar kelib, sizlarning orangizda nazariy bir tushuntirishlarni olib bordi. Bugun menga bir topshiriq bo'ldi, men sizlarga buni amaliyotda ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, hamma tayyormi? Hamma qo'liga telefonni olsin. Hozir telefoningizga SMS xabar boradi. Xo'p, endi o'sha SMS xabarida ilova bor. O'sha ilovani pastiga bosing, ustiga. Ilovani ustiga bosdingizmi? Endi borgan kodni o'sha ilova orqali yuboring. Bo'ldimi? Tamom. Endi hammamiz plastik kartalarimizdagi hisobimizni tekshirib ko'ramiz. Kartamdan pul ichibdi. Pul yo'q mana. Menikida ham yo'q. Chopdi-yu. Ye. Qochib ketib qoladi. Bunaqa xodim bizda ishlamaydi. Keyin biz bunaqa odam jo'natganimiz yo'q. Endi qarang. Sizni deb butun tashkilot xodimlari pulsiz qolishibdi. Endi bu yog'ini nima qilasiz? Hayronman. Nima qilishni bilmayapman. Xo'sh, mana shu narsa sizga dars bo'lsin, saboq bo'lsin. Toshpo'latov. Kiring. Eshitaman o'rtoq polkovnik. Mana xuddi mana shu mashinik muttaham pulni nima qildi? Pulni top. Yo qo'yingizlarga. Qanday ushladinglar buni? Darrov ushlayapsizlar, ha? Mana bu yigit bizni maxsus operativ xodimimiz bo'ladi. Bizga xabar bermasdan, ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilmasdan, hech qanaqa maslahatlashmasdan o'zingizdan tanimagan, bilmagan odamingizga xodimlaringizni barcha ma'lumotlarini berib, qancha pulga tushirdingiz. Hatto hujjatini ham so'ramagansiz. Xodimlaringiz
va sizlar biz bergan ko'nikmalarga qay darajada amal qilishingizni, qanchalik o'zlashtirganingizni sinab ko'rish maqsadida bu xodimni shaxsan o'zim yuborgan edim. Afsuski, hech qaysi gapimizga amal qilmadinglar. Xavotir olmang. Xodimlaringizning barcha pullari qaytarildi. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Shu menga o'xshab aldanib qolmanglar. Ogoh bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar.